Tasavvur qiling, bir kishi kompaniya tizimiga kirib, hamma ma'lumotlarni ko'rib chiqdi, parollarini ochdi, serverlarga kirdi, lekin bu jinoyat emas. Bu odam pentester. Bugun siz ethical hacking nima ekanini, pentester kimligini va nima uchun bu kasb dunyoda eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri ekanini bilib olasiz. Agar siz IT, kiberxavfsizlik va hackingga qiziqsangiz, bu dars aynan siz uchun. Pentester kim? Pentester bu penetration tester, ya'ni tizimlarni ruxsat bilan buzib ko'radigan mutaxassis. Uning vazifasi kompaniya tizimini himoyalashdan oldin uni hacker ko'zi bilan tekshirish. Pentester kompyuterlarni, tarmoqlarni, veb-saytlarni, mobil ilovalarni, hatto odamlarni ham test qiladi. Shuning uchun pentesterlarni ko'pincha ethical hacker deb ham atashadi. Hacker turlari. Hamma hakkerlar ham yomon emas. Birinchisi Whitehead. Bu biz ethical hackerlar. Ular ruxsat bilan ishlaydi va tizimni himoyalaydi. Ikkinchisi Greyhead. Ba'zan yaxshi niyatda, lekin ruxsatsiz ish qiladi. Bu ham baribir noqonuniy bo'lishi mumkin. Uchinchisi Blackhead. Bu kiber jinoyatchilar. Ular pul, ma'lumot va zarar uchun hak qilishadi. Bizning yo'limiz faqat Whitehead yo'li. Pentesting qonuniymi? Bitta qoida bor. Uni hech qachon unutmang. Ruxsatsiz hacking bu jinoyat. Pentester bo'lish uchun yozma ruxsat bo'lishi shart. Nima qilish mumkinligi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Bu hujjat Statement of Work, ya'ni SOW deb ataladi. Shu sabab pentester bilim bilan birga mas'uliyatni ham o'rganadi. Pentesting nima uchun kerak? Antivirus yoki skaner hamma zaiflikni topa olmaydi. Pentester esa tizimga kirib ko'radi, qanchalik chuqur kira olishini tekshiradi, real hujumni takrorlaydi. Pentesting bu agar hacker hujum qilsa nima bo'ladi degan savolga javob. Bu kompaniyaga katta zararlarni oldini olishga, obro'ni saqlashga, millionlab yo'qotishlardan qutulishga yordam beradi. Pentest bosqichlari. Pentesting tartibsiz bo'lmaydi. U aniq bosqichlar bilan qilinadi. Birinchisi rejalash. Nima test qilinadi, qachon va qanday. Ikkinchisi ma'lumot yig'ish. IP, domen, servislar, ochiq ma'lumotlar. Uchinchisi threat modeling. Hacker qayerdan kiradi? Eng qimmat ma'lumot qayerda? To'rtinchisi zaifliklarni topish. Scanner va qo'lda tekshirish. Beshinchisi exploitation, ya'ni real buzib kirish. Oltinchisi post exploitation, qancha zarar yetkazish mumkin. Va eng oxirgisi report, topilgan muammolar va ularni qanday tuzatish. Oltinchisi pentest turlari. Agar pentester hech narsa bilmasa, bu black box test. Agar hamma ma'lumot berilsa, white box. Eng ko'p ishlatiladigan gray box, ya'ni qisman ma'lumot bilan test qilish. Bu real hayotga eng yaqin variant. Pentester yo'nalishlari. Pentesterlar ham har xil bo'ladi. Kimdir tarmoq bilan ishlaydi, kimdir web ilovalar bilan, kimdir mobil ilovalar bilan, kimdir odamlar bilan, kimdir binolarga kirib ko'radi. Specialization deyiladi. Ko'pchilik pentesterlar generalist bo'lib ishlaydi. Kasb kelajagi. Pentesterlarga talab hozir yuqori va kelajakda yanada oshadi. Sababi oddiy. Texnologiya ko'paymoqda, hujumlar ham ko'paymoqda. Pentester bo'lish yaxshi daromad, global imkoniyat, doimiy o'sish degani. Pentesting bu hack qilish emas, bu himoyalash. Bu kasb, bilim, mas'uliyat va halollik talab qiladi. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha